Assalomu alaykum o'quvchilar. 26-avgust Asakada boshlangan ishlarimiz nihoyasiga yetdi. 22 litrli qozon, 30 litrli qozon, gaz konforka. Mana shu olib qo'yasizlar. O'g'illar yaqin olasiz. Bir xildan tagiga uradi, qozon tagiga. Hozirgi o'quvchilar tortishlar o'ta nihoyatda aktivda. Mana ishlari qozon tagiga uradi mana. Mana yangidan qo'ydik. Mana hozirgi o'tin bilan buni qaynashga keldi mana. Xudo xohlasa inshaalloh bizlar ishlar davom eting. Instagram, YouTube Telegram qo'yib boramiz. Qachonlar kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Zo'ri bizda, originali bizda. Sog' bo'lasizlar.